shunaqa yana hadis sharif bor. Ba'zi renkli odamlar bo'lsa qilyapti. Payg'ambar Rasululloh aytganlarki, har bir farz ibodatdan keyin eng bir chiroyli ibodat. Bu nima desa, odamlarni qalbiga shodlik solish, ho tabassum bilanmi, ho moddiyat bilanmi, xabar bilanmi, insonni qalblarini shodlantirish bir umr qilgan ibodatdan afzal bir degan Hazrat Rasululloh. Insonni Alloh taolo shu insonni dilini o'stirib qo'ygan. Amana Hazrat Ibrohim alayhisalom qilgan. Amin. Alloh taolo amin. Marhum mutavafot Shod hojini mana bu nimada Facebooklarga qo'ygan ekansizlar. Ko'rdim. O'shunday yig'lab Allohga o'sha yerda munojot qilib, o'tganlarga Xudoning rahmatini tilab, o'z e'tiqodi bo'yicha, o'z ixlosi bo'yicha yaratgan Mavlosiga borib, arzi dodini qilib, kelib mana Allohning rahmatiga, jannatiga ko'chib o'tibdi, armoni yo'q ekan. Bu dunyoga kelish ketish hammamizda bor narsa. Alloh taolo bu og'amizga rahmat, abadiy manzillari jannat qilsin. Mana kecha bugun o'qildimi? Janoza kimiki o'qisa bir yo'l janoza gunohidan bo'lur albatta toza. Bu kelib mana hozir ko'ryapmiz, mana Farg'onadan keldik, mana bu joydan bu Shahrixon va butun dunyo keladi bu yerga. Men hayratda qoldim. Kelayotgan odamlarni shunaqa Fotiha ko'p odam kelyapti. Nima uchun? Xizmatini o'tkazib qo'yganligi uchun, rozi qilib qo'ygani uchun odamlar muhabbat bilan har kim yashasa hayot 10 yil yashaydimi, 40 yil yashaydimi, 1000 yil yashaydimi, bir kunchalikka tatimaydi jon chiqayotgan vaqtida. Mana shunday xizmat qilib o'taylikki, hamma orqamizdan yig'lab otangga rahmat deb qolsin.